John drives very bo'sh joy. A variant bad, B variant badly. Xo'p, qaysi biri to'g'ri hisoblanadi? John juda yomon haydaydi, ya'ni mashinani juda yomon haydaydi. Bad bu yerda sifat hisoblanadi va u otni tasvirlab keladi. Deylik, u yomon haydovchi. He is a bad driver. Bu yerda bad sifat hisoblanadi. Driver demak ot hisoblanadi. Va sifat otni tasvirlab kelyapti, ya'ni yomon haydovchi ekanligini aytib ketyapti. Badly bu ravish va u fe'lni tasvirlab ifodalab keladi. Demak, bu yerda he drives mashina haydamoq fe'l bo'lyapti. Shunda bu yerga badly ravishimiz to'g'ri keladi. Fe'lni tasvirlab kelyapti. Ikkinchisi they are bo'sh joy kids. A variant happy, B variant happily. Demak, happy bu sifat. Boya aytganimizdek otni tasvirlab keladi. Happily esa ravish fe'lni. Gapimizda they are demak kids bolalar ot hisoblanadi va albatta happy sifati tushadi. They are happy kids, ular baxtli bolalar. Xo'p, ravishimiz qay holatda bo'lgan bo'lardi? They are playing happily. Ular baxtli bo'lib o'ynashyapti, ya'ni xursand bo'lib o'ynashyapti. Uchinchi testimiz you are talking bo'sh joy. Xo'p, bunda qaysi variant to'g'ri?